Agar haqiqatan biz farzandlarimiz bizni vujudimizda davomchilari bo'lishini xohlasak, chindan ham orqamizda duo qilib qolishini xohlasak, birodarlar, yanglish emas. Chunki osmona mehnat qilish kerak buning uchun. Va uzoq mehnat qilish kerak buning uchun. Chunki biz so'rayotgan narsa katta narsa. Biz ulug' narsani so'rayapmiz. Farzand tarbiyasini mukofoti faqat oxiratga olib qo'ymadi Alloh taolo. Dunyoda o'zida ham olasan mukofotini, oxiratda ham olasan. Endi farzand tarbiyasini tashab qo'ydingmi? Tarbiya bermadingmi? Buni jazosini dunyoda ham olasan, oxiratda ham olasan. Farzand Alloh taoloni inson bolasiga bergan eng ulug' ne'mat. Eng ulug' ne'mat. Allohning hadiyasi. Hadiya qilib qo'ydi. Dalil. Astagfirullah. Va wahabna lahu ishaqa va